Yurtimizda gul bayrami avj olmoqda. Gul bayramini tomosha qilish uchun qo'shni davlatlarimiz Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Afg'onistondan tashrif buyurishdi. Men ham sizlarga mana shu joydan ozgina lavha ko'rsatay deb chiqdim. Do'stlar, hozir sizlar bilan birgalikda gul bayramini tomosha qilamiz. Qani ketdik. Aynan mana buyuk karavan mahsulotlari eshikdagidan boshlanadi. Sokaqlar betillar, popcorn apparatlar. Bog' ichiga kirishingiz bilanoq buyuk karavanda sotiladigan mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda biznes qilayotgan akalar juda ham ko'p. 80% o'sha bizdan tovar olib bo'lishgan. Gullar bayrami 65 haqiqatda bu safar juda ham zo'r bo'libdi. Haqiqatda Guinness rekordiga kiradigan darajada bezatishgan. Deyarli har yili gullar bayramiga bu yerga kiraman, lekin bunaqa bo'lmagan. Действительно Guinness rekordiga kiradigan darajada bezatib, mehnat qilishgan ekan. Hozir mehnatdan birma-bir ko'ramiz sizlar bilan. Ketdik. Sen tadıdan külgen mekan Kakilim astasilab o'tsa shamolim O'rtoqlar ko'ryapsizlar, haqiqiy qo'l mehnati, haqiqiy mehnat. Bu yerda qancha odamlar mehnat singan. Birma-bir bitta ekib chiqib shunaqa qilib bir-biridan go'zal, bir-biridan xushbo'y hid taratadigan gullarni ekib shu ko'rinishga, shu manzaraga kelguncha ham ancha mehnat ketdi do'stlar. Mehnatga bitta like, iltimos sizlardan bitta like bosib kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Bundan keyingi yilda qanaqa darajada bo'lish kerak ekan? Yildan yilga gul bayrami juda ham zo'r, juda ham go'zal bo'lyapti. Xudo xolasa, narigi yilga kelishinglarni kutib qolamiz. Pokistondan mehmonlar kelishibdi. Pokistonlik akalar, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom akajon. Namagan Chiroli country, Uzbekistan Chiroli country. Bayram Chiroli. Ha. Bu namagan adam, bu Chiroli adam akajon. Rahmat. Thank you so much. Katta rahmat. Katta rahmat.
Ha, hammaligini to'lasami? Hop, o'zim yakka yurish uchun pul to'lash kerak. 130 ming videoga o'tmadim. Mahbub aytib aka, tanishtirib o'tiribman. Blogerimiz endi sal-pal o'rtoqlar, o'zingizlar yakka yurmoqchi bo'lsanglar 130 ming so'm to'lasanglar, polni bog'ga aylantirasiz, aka. Orqa tomon, hokimiyat tomonidan ichkari kirib bo'lmaydi. Faqat hokimiyat tomon, orqa tomon. Do'stlar, bosib yuboramiz-mi? Bitta ko'raylikmi? O'rtoqlar, oyog'imiz barakali keldi. Hozir o'zim yakka 130 mingga sotib olib aylanmoqchi edim. Qarasam to'lib qoldi avtobusimiz. Bosib yuboramiz. Bu yerga Namanganga kelsanglar, обязательно shunaqa akaxonlarga 10 ming so'm ayamasdan beringlar do'stlar. Bersanglar, sizlar ko'rmaydigan joylaringlarni ham va eng kerakli joylarga olib borib ko'rsatadilar. Yaxshi joylarni, yaxshi lokatsiyalarni ko'rsatadilar. Mana shunaqa kayfiyatda, mana shunaqa pozitivda sekin aylanib yuraveramiz. Havo ham mo'tadil bo'lyapti, zakasnoy. Salqingina, mazza qilib aylanib yuramiz. Akamiz ko'rsatadilar. Eng asosiysi hammani ko'zi sizda bo'lar ekan. Mana unaqa pozitivni yoshlarni ham ko'rasizlar, gitara chalib, jivoy, maza qilishyapti bu yoshlar, ijod qilishni taraflasa. Hozir bu yerda kim tomoshabin, kim ijodkor bilmaymiz, so'raymiz hozir. Bormi vallahi? Hamani bitta sostavmisizlar? Yo'q, bitta kelib qo'yamiz. Ha, bular alohida. Yaxshi. Har ko'chaydamisizlar yo prosta bugun aylanib keldinglarmi? Prosta YouTube'da qo'yamizda, o'shanga har xil viloyatlardan, respublikalar, boshqa respublikalardan kelishdi, o'shani ko'rgani. Do'stlar, boshladim, davay. Davay! Hop! Meni hayotim o'tadi ko'chada, zo'ra-sho'ra eshitaman erta kechadan. O'rilaman, turtilaman go'zal qizlarga, do'stlar bilan yurganda kichkina yo'lchadan. Erinmasdan taksafonni yoniga borib, jetonini o'sha eski nomerni terib, oshna do'stlarimni
chaqiraman birpasdan. Yetib kelar tezda mashhur o'tkazamazlar. Davay kezamiz ko'chalar. Yo'q vallahi, barka yo'q, gap yo'q. Yonda O'rgatar ko'p narsalarni. Davay kezamiz ko'chalarni. Va ko'cha o'rgatar ko'p narsalarni. gap yo'q. Sanatingizga qo'ying. O'rtoqlar, endi haqiqiy живой gul sotadigan joyga keldik. Bu yerda juda ham ko'p gulchi akalarimiz ichkariga o'zlarining gullarini yasatishgan, o'zlarining mehnatlari ichkarida. Bu yerda o'zlarining gullarini sotib, как бы biznes foqat qilyapti. Qani bir ko'ramiz yo'qda. Namanganga kelib gul olmasdan ketmaslik iloji yo'q. Namanganda konkretni cho'tki manzaraviy ochiladigan har xil gullar bor. Shaxsan o'zimiz ham shu yerdan xarid qilamiz. Har yili bir yilda bir marta gul bayramiga kelib, gul xarid qilgan shu yerga kelamiz. Hammasini kadrga sig'dirish qiyin do'stlar. Qancha yozib kadrlar bor, qancha manzaraviy gullar bor. Yo'q o'tish kerak. Bir chekkadan qara olaveramiz, ketsin. Assalomu alaykum. Hormon aka? Ish bilagan aka mana gul. O'chirib turganim. Gartiyazlarimizdagi 220 ming. Gartenza dedim buni. Gartiyaza tabiiy gul. O'zimizda yetishtirgan. Amallarcha aka mana ular. Ularda ayting, atroflarda ayting 80 ming. Bizda 65 ming. Sizda 65 ming. Bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha emas, familiyasi. Bo'ldi aka. Teng avvalo mana shu kerak ekan, mana shu okani topib kelasizlar. Xudo xolasa so'rab kelganlarga beramiz, sizlar beramiz. Bo'ldi gap yo'q. Katta rahmat. Kaktus. Kompyuterda juda ko'p o'tiraman. Kaktus olamiki kompyuter oldiga. Kaktuslar ish bilan aka aka? 25 ming so'm. Suv quyib turish kerak aka bularga? Ha, Olayli kompyuter yana qo'ygan. Allacha. 70 ming. Bambuklar bor, qanaqa? Bambuk. Pandalaymi? Живойmi aka bu ham sun'iymi? Ya, живой. Vazada suvda turadi. Mana burama qilib qo'ygan. Havosini tozalaydi. Aha. Bu chiqay ikki shart emas, mana shunday vaziga qo'yib qo'yiladi. Suvga solib qo'ysangiz bo'lib turaveradi. Suv qolmaydimi? Yo'q, suv qolmaydi. Nechi pul aka bilan olasiz? 15 ming. Qanaqa mana shunaqa paxchaga qo'shib qo'ysam bo'ldimi? Yo'q, bunda voy vaziyat qiladi. Ha, vazigami? Rahmat aka. Hammasidan olgimiz keladi, lekin hali ishimiz ko'p. Yo'q, qo'lda ko'tarib yurgani bizda sharoitimiz yo'q yoki bir joy qo'yib qo'ygan. Ko'rib turibsizlar do'stlar, tinmay yuryapmiz, faqat oldinga qarab yuryapmiz. Do'stlar, mana shu oxirgi yo'lagimiz ekan, tabiiy gullar sotadigan oxirgi yo'lagimiz. Juda ham ko'p narsalarni sizlarga ko'rsatishimiz kerak edi, lekin vaqtimiz ham yetmadi, kadrimiz ham ko'paydi. Shuning uchun qo'limizdan kelganicha maksimal darajada ko'rsatyapmiz. Mana bunaqa manzaradan ham ko'ra bu ochiladigan gulni tushunadiganlar sizlar o'zingizlar kommentariyaga yozib ketinglar, bu qanaqa gullar bu yerda. Bu sun'iymi? Bu sun'iy ekan. Hammasi sun'iy kerak. Hammasi sun'iy ekan. Men tabiiy deb o'ylab maqtayotibman. Mana tabiiy gullar. Bog'ga kiradigan joy, chiqib ketadigan joy. Bu yoqdan chiqib ketasiz, bu yoqdan kirasiz. Hozir to'g'ri chiqadigan bo'lsak, katta trassaga chiqamiz. O'sha
yoshlar markaziga yuradigan katta trassa. Уже biz kadrimizni nihoyatiga yetamiz. Ko'rib turganingizdek do'stlar, Bobur bog'ining ichida juda ham ko'p kadrga ham tushirdik. O'z ko'zim bilan ham ko'rdim. Juda ham ko'p uskunalarimizni ishlatishyapti. Bizning manzilimiz mana shu mashhur yoshlar markazidan to'g'riga qarab yurganingizda Jahon bozori keladi. Jahon bozoridan 1 kilometr pastroqqa yurib, chap qo'lingizda Buyuk Karavan do'koni keladi. Buyuk Karavan bilan siz doim bir qadam oldindasiz.